nima gumon qilishingizdan qat'iy nazar Alloh taoloning javobi ha bo'ladi. Ya'ni turmush o'rta xiyonatkor bo'ladimi? Bo'ladi. Ishokat bo'ladi. Oila qo'rg'oni qo'rqinchlimi? Qo'rqinchli. Ko'p pul topgandan keyin o'ynash topadimi? Topadi. Qadrlamaydi bir kun kelib erkaklar, qadrini bilmaydi, qadrlamaydi. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni bu yerda siz niyatingizga yarashasini olasiz. Yana aytasiz, "Men buni niyat qilmadim, men qo'rqdim shundan. Men niyat qilmadim" deysiz. Nima degan niyat? Har bir fikr bu niyat. Ba'zi aytamiz, "Aytuvdim, mana shunaqa bo'ladi" deb bo'ldi. Shunaqa.